hozir bitirgan obyektimizga kelganmiz. Lekin kelayotganimda shu narsani bilib qoldim. Mana shu ozgina shishka berib turibdi. Bu sho'rri hisobiga shishka bergan. Travertinni baqot qilganimiz uchun travertin tashib yubormagan bu yoqqa. Xudo xolasa buni endi jarayonda mana shu joyini polni ochamiz. Ochib turib bu yoqni kesib turib penoplast degan narsamiz bor. Penoplast ustunovka qilib turib undan keyin tortamiz bunisini. Tekis qilib xudo xolasa idealni qilib beramiz. Biz birovni yomonlamoqchi emasmiz gapimiz bilan. Rosa bizdan oldin keladigan ustalar sal e'tiborli bo'lib, fundamentga izolyatsiya berib yuborishni maslahat beramiz. Chunki bir xilga joylarda yer sathidagi suv juda yuqori bo'ladi. Nima qilsa ham zax chiqib ketadi. Bir xilga joylarda suvni sathi juda ham past bo'lgani uchun ularda hech narsa bo'lmaydi. O'sha ma'noda bu yerda hech kim men aybdor deb aytmayman, lekin biz o'zimizning ishimizga javob berganimiz uchun biz kelib uy egalariga aytganimda uy egalari bilmay ham qolgan ekan. O'zi ko'rsatdim, "Oka, mana shu joyingiz mana shunaqa bo'libdi. Polni almashtirib yuboraman" deb o'zlariga tushuntirdim. Xudo xolasa jarayonni kuzatib turinglar. Polni ochib, jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Hammasini videolarni qo'yib joylab boramiz. Inshaalloh biz shu yerdamiz, hech qayerga qochib ketmaymiz. Mabodo bizga ishongan obyektivlar mana shunaqa narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, telefon ko'tarmaslik yoki qochib ketish degan narsalar yo'q. Kelamiz, ko'ramiz, tashxisini qo'yamiz. Bizning aybimiz bilan bo'lsa, tekinga hamma narsasini besplatno qilib beramiz. Agar mabodo kimdir qasddan qilgan bo'lsa, boshqa nimalardir deb bo'lib shikastlangan travertin bo'lsa, unga arzimagan o'sha joyiga qarab pulini aytamiz. O'sha pulga xudo xolasa bitirib ketamiz.